Assalomu alaykum. Bu Blender bo'yicha ikkinchi darsimiz. O'tgan safar biz interfeys, uchta kursor va asosiy harakat amallarini o'rganib chiqqan edik. Bugun esa modellashtirishning eng muhim bosqichlaridan biri ekstrud qilish bilan tanishamiz. Ekstrud qilish bu 3D modellashtirishning eng asosiy vositalaridan biridir. Uning yordamida biz tekis yuzalarga hajm bera olamiz. Masalan, hozir oddiy kvadratni olsak. Masalan, oddiy kvadratni ekstrud qilsak, u hajmli kubga aylanadi. Buning uchun buni tanlab, edit rejimiga o'tamiz, tabni bosib, kerakli yuzani tanlab olamiz. Uchni bosib kerakli yuzani tanlab olamiz. Keyin Y tugmasini bosib, bu ekstrud buyrug'i. Sichqonchani tepaga yuritamiz. Tanlangan yuza cho'ziladi va yangi hajm hosil bo'ladi. Shu tarzda biz tekis shakllardan murakkab hajmli modellar yaratishimiz mumkin. Masalan, bir necha yuzani ketma-ket ekstrud qilib, devor, minoralar yoki binoning umumiy shaklini yasash mumkin. Agar biz yuzani faqat ma'lum yo'nalishda ekstrud qilmoqchi bo'lsak, masalan, faqat Z o'qi bo'yicha, unda Y dan so'ng yuza tanlangandan keyin ekstrudni bosgandan so'ng Z tugmasini bossak, faqat Z o'qi bo'yicha ekstrudlanadi. Shu tarzda ekstrud faqat vertikal yo'nalishga amalga oshadi. Xuddi shunday, agar yuzani tanlab Y ni bosib X ni bossak, ekstrud faqat X o'qi bo'yicha bo'ladi. Yoki Y ni bossak, ekstruddan keyin bu faqat Y yo'nalishda bo'ladi. Bu usul modellarni aniq o'lchamlarda va yo'nalishda yasashda juda qulay. Agar ekstrudni bekor qilmoqchi bo'lsak, Ctrl Z ni bosamiz. Orqaga qaytaradi. Shuningdek, ekstrud qilingan yuzani darhol o'lchamni o'zgartirish uchun S tugmasini bosish mumkin. Ko'rib turganingizdek, ya'ni Y ni bosamiz, keyin darhol S ni bosamiz. Natijada yangi yuzani cho'zish bilan birga kattalashtirish yoki kichraytirish ham mumkin. Bu usul binolar, robot qismlar yoki texnik modellar yaratishda juda ko'p ishlatiladi. Chunki bu orqali shakllarga tezda murakkablik qo'shish mumkin. Qisqa qilib aytganda, ekstrud qilish bu 3D modellashtirishning eng muhim jarayonlaridan biridir. Uning yordamida biz soddadan murakkab shakllarga o'tamiz. Xo'p, endi modifikatorlar haqida gaplashamiz. Modifikator bu obyektning shaklini tez va avtomatik tarzda o'zgartiruvchi vosita. U modelni buzmasdan unga qo'shimcha effektlar, shakl o'zgarishlari yoki texnik tahrirlar kiritish imkonini beradi. Eng muhimi, modifikatorlar nohalokatli usulda ishlaydi. Ya'ni ularni istalgan vaqtda o'chirib tashlash yoki o'zgartirish mumkin. Biz bu yerdagi modifikatorlardan asosan generate va deformate kategoriyasidagi modifikatorlar bilan ishlaymiz. Generate va deformate. Endi keling mirror modifikatorni ko'rib chiqaylik. Bu modifikator yordamida biz modelning faqat bir qismini yasaymiz. Blender esa qolgan qismini avtomatik tarzda nusxalab beradi. Ya'ni biz bir tomonini tahrirlaymiz, ikkinchi tomon esa avtomatik tarzda yangilanadi. Avvalo sahnaga kub qo'shamiz. Keyinchalik kubni ikkiga bo'lamiz. Buning uchun Ctrl R bosamiz. Bu loop cut buyrug'i. Sichqoncha bilan o'rtadan chizim qo'shamiz va kubni ikkiga bo'lamiz. Endi kubning 1/2 o'chirib tashlaymiz, chunki biz faqat bitta tomonini modellashtiramiz. Buning uchun o'sha tomonni tanlab X tugmasini bosamiz. Ya'ni Alt Z ni bossak X-ray ga o'tadi. X-ray da kubni 4 ta nuqtasini tanlab pastdagi X tugmasini bosib verticals. Bu tomoni ham o'chib qoldi. Yana Alt Z ni bossak avvalgi holga qaytadi. Ko'rib turganingizdek, kub 2 ga bo'lindi. Endi bu kubni tanlab modifiersga kirib mirror modifikatorni qo'shamiz. Buning uchun generate mirror va Y. Ko'rib turganingizdek, modifikator real vaqt rejimida ishlaydi.
Modelimiz yana to'liq ko'rinishda, lekin aslida bu faqat uning bir tomoni. Oyna kabi ikkinchi tomoni aks tushib turibdi. Ya'ni siz bitta tomonini o'zgartirasiz, ikkinchisi darhol unga moslashadi. Masalan, shu ikkala tomonni chizsak. Ko'rib turganingizdek, faqat birinchi tomon, chap tomon bilan manipulyatsiya qilsak, ikkinchi tomonga ham ta'sir ko'rsatyapti. Bu usul murakkab modellarni, masalan, mashina, robot yoki inson yuzini yaratishda juda katta vaqt tejaydi. Agar markazda yuzalar bir-biriga o'tib ketayotgan bo'lsa, clipping opsiyasi bor. Mana bu yerda clipping opsiyasini yoqamiz. Shunda modelning o'rtasi yopishib qoladi. Ko'rib turganingizdek, bir-biriga kirib ketmayapti. Mirror modifikatori bu simmetrik modellashtirishda eng muhim vosita. U nafaqat vaqt tejaydi, balki modelni aniq va toza shaklda yaratishga yordam beradi. Keyingi muhim modifikatorlarimizdan biri bu subdivision surface. Bu modifikator modelni silliqlash uchun ishlatiladi. Ya'ni u burchaklarni yumaloqlashtirib, shaklni yanada tabiiy va yumshoq qiladi. Hozir biz bitta kub qo'shamiz yangi. Agar biz bu kubga subdivision surface modifikatorini qo'shsak, u avtomatik tarzda silliqlanishni boshlaydi. Ko'rib turibsiz, kubning burchaklari yumaloqlashdi. Bu endi keskin shakl emas, balki silliq sfera ko'rinishiga o'xshab qoldi. Bu modifikator yordamida modelni sirtini yumshatish, tabiiyroq va realroq shakl hosil qilish mumkin. Bu yerdagi level viewport qiymatini oshirsak, model yanada silliq bo'ladi. Ko'rib turibsiz, model sfera shakliga kelib qoldi. Modifikatorni o'chirib ko'rsak, kub yana burchakli holatiga qaytadi. Yoqilganda esa silliq va toza shakl hosil bo'ladi. Bu ayniqsa organik modellar, masalan hayvon, inson tanasi yoki egri shakl buyumlar yasashda juda foydali. Subdivision surface poligonlar sonini oshiradi, shuning uchun shakl silliqlanadi. Ko'rib turganingizdek, chap tomonda oddiy kub, o'ng tomonda esa subdivision qo'llangan kub. Farqini yaqqol ko'rish mumkin. Keyingi modifikatorimiz bu bevel bilan bevel. Bu modifikator obyektni burchaklarini yumaloqlash uchun ishlatiladi. Bizda bitta oddiy kub bor. Uning barcha burchaklari keskin va to'g'ri. Agar biz unga bevel modifikatorini qo'shsak, bu burchaklar yumshoqroq ko'rinishga ega bo'ladi. Ko'rib turganingizdek. Endi kubning burchaklari biroz yumaloqlashdi. Bu kichik o'zgarish modellarni ancha real va yoqimli ko'rsatadi. Chunki haqiqiy dunyoda mutlaqo keskin burchaklar deyarli bo'lmaydi. Mana bu yerda bevel modifikatorining asosiy sozlamalar joylashgan. Birinchi qator width type. U yumaloqlash turini bildiradi. Odatda bu offset holatida qoldiriladi. Bu eng qulay variant. Pastda esa muhim ikkita parametr mavjud. Amount va segments. Amount qiymati burchakni qanchalik kenglikda yumaloqlashganini belgilaydi. Qiymatni oshirsak, burchak kattaroq radiusda egiladi, ya'ni silliqlik kuchayadi. Agar kamaytirsak, yumaloqlik deyarli bilinmay qoladi. Endi esa segment parametrini ko'rib chiqamiz. Bu burchakni nechta bo'lakka silliqlanishini bildiradi. Segmentlar sonini ko'paytirsak, silliqlik darajasi oshadi va burchak yanada tabiiy ko'rinadi. Mana modifikatorni o'chirib ko'rsak, kubning qirralari keskin. Yoqilganda esa yumaloq va realistik ko'rinadi. Bu kichik farq modellarni yanada jonli va professional qiladi. Agar bevelni subdivision surface bilan birgalikda ishlatsak, natija yanada mukammal bo'ladi. Model silliq, toza va haqiqiy obyektga o'xshab qoladi. Endi keling, bevel va subdivision surface modifikatorlarini birga ishlatib ko'ramiz. Buning uchun yana bitta kub ochamiz, yaratamiz. Avvalo kubga bevel modifikatorini qo'shamiz. Amount 01, segmentsni 2 qilib qo'yamiz. Keyin esa
Shu kubga yana Subdivision Surface modifikatorini qo'shamiz. Level Viewports 2 yoki 3 qilsak ham bo'ladi. Bu modifikator modelni to'liq silliqlaydi va bevel bilan birgalikda yanada chiroyli natija beradi. Ko'rib turibsiz, endi kub silliq va tabiiy shaklga ega bo'ldi. Bevel burchaklarni yumshatdi, Subdivision esa butun yuzani silliqlashtirdi. Ularni birgalikda ishlatish professional modellashtirishda juda keng tarqalgan usul. Faqat bevel bilan natija yaxshi, lekin hali keskinlik bor. Subdivision qo'shilganda esa shakl mukammal silliqlikka ega bo'ladi. Shu tarzda siz modelning umumiy ko'rinishini tezda yaxshilashingiz mumkin. Ayniqsa texnik detallar, mebel, robot qismlari yoki avtomobil kuzovlarini yaratishda bu kombinatsiya juda foydali. Bevel va Subdivision Surface bu soddadan murakkab shakllarni silliq va real ko'rinishga keltirishning eng samarali usullaridan biridir. Yana bir juda foydali modifikatorimiz bu booleandir. Bu modifikator yordamida biz obyektlar o'rtasida kesish, teshik ochish yoki birlashtirish kabi muammolarni bajarishimiz mumkin. Hozir bizda kub. Endi bu kubga teshik ochamiz. Ya'ni boshqa obyekt yordamida undan bir qism kesib tashlaymiz. Buning uchun shu kubimizga boolean modifikatorini qo'shamiz. Operation qismida difference turini tanlaymiz. O'zi default holatda difference turadi. Bu bir obyektni boshqasidan kesish uchun ishlatiladi. Endi esa ikkinchi kubni yaratamiz. Ortografik ko'rinishga o'tamiz. Yangi kub yaratamiz. Uni S tugmasi bilan biroz kichraytiramiz va birinchi kubni tepasiga qo'yamiz. Birinchi kubni tanlaymiz. Boolean modifikatoridagi pipetka belgisini bosamiz va sahnadagi ikkinchi kubni tanlaymiz. Shunda Blender aynan shu obyektni kesish uchun ishlatadi. Endi esa ikkinchi kubni vaqtincha yashirish uchun H tugmasini bosamiz. Ko'rib turganingizdek, endi birinchi kubning tepasidagi haqiqiy teshik hosil bo'ldi, tepasida. Boolean modifikator ikkinchi obyektni birinchisidan kesib tashladi. Boolean modifikatorda 3 ta asosiy tur mavjud. Bu difference, union, intersect. Birinchisi obyektni kesib tashlash uchun ishlatiladi. Ikkinchisi ikkita obyektni birlashtirish uchun, intersect esa faqat kesishgan qismini qoldirish uchun. Hozir biz difference turidan foydalandik, ya'ni teshik ochdik. Boolean modifikatori modellashtirishda eng ko'p ishlatiladigan vositalardan biri. U yordamida murakkab shakllarni juda tez yasash mumkin. Endi keling deformatsiya modifikatorlaridan biri bilan tanishamiz. Ulardan biri lattice modifikatori. Deformation, lattice modifikatori. Bu modifikator yordamida biz obyektning shaklini egish, cho'zish yoki deformatsiya qilishimiz mumkin, lekin modelning asl geometriyasiga zarar bermaymiz. Avvalo birinchi kubga lattice modifikatorini qo'shamiz. Ammo bu modifikator ishlash uchun sahnada lattice obyekt ham bo'lishi kerak. Hozircha bu ikkalasi bizga kerak emas. Sahnaga lattice obyektini qo'shamiz. Shift A, lattice. Buni kattalashtiramiz ozgina. Endi lattice obyektini aniqligini oshirishimiz kerak. Buning uchun lattice'ni tanlagandan so'ng properties oynasidan, ya'ni bu yerdan Object Data Properties yashil panjara belgisi bo'limiga o'tamiz. Bu yerda resolution qiymatlarini 3 ga o'zgartirib chiqamiz. Bu latticening egiluvchanligini oshiradi. Endi lattice obyekti ko'p joylashtirdik. Shunda modelni to'liq o'rab oldi. Endi esa kubga qo'shilgan lattice modifikator ichidagi obyekt qismidan pipetka belgisi, ya'ni modifikator pipetka yoki shuni ustini bosib lattice'ni bossak ham bo'ladi. Shunda bular o'zaro bog'lanadi. Endi biz lattice'ni tanlab edit modga o'tib lattice ustida manipulyatsiya qilsak, ko'rib turibsiz, men lattice'ni harakatlantirganda kubning shakli ham o'zgaryapti. Bu modifikator modelni egish yoki animatsion effektlar yaratishda juda ham qulay.
lattice modifikatorini vaqtinchalik o'chirsak, kubning shakli o'zgarganini ko'ramiz. Modifikatorni o'zini o'chirib tursak esa, kub bunaqa holatda edi. Bu shuni bildiradiki, lattice modelning geometrik tuzilishini buzmaydi. U faqat shaklni egadi. Lattice modifikatori modelni deformatsiya qilish, egish va cho'zish uchun juda kuchli vosita. U modellashtirishda ham, animatsiyada ham keng qo'llaniladi. O'tgan darsda aytib o'tish esdan chiqibdi. Blender'dagi juda muhim boshqaruv elementlarini ko'rib chiqamiz. Ular obyektlar bilan aniqroq va qulayroq ishlash imkonini beradi. Bu menyular ekranning yuqori qismida joylashgan. Aynan mana bu yerda. Birinchi menyu bu Transform Orientation. Bu parametr obyektni qanday yo'nalishda harakatlanish yoki aylantirishni belgilaydi. Standart holatda u global rejimda ishlaydi. Ya'ni harakat butun sahnaning koordinatlariga nisbatan amalga oshiriladi. Bu rejimda biz obyektni sahnaning umumiy o'qlari X, Y va Z bo'yicha harakatlantiramiz. Ya'ni obyekt qanday burilmasin, harakat yo'nalishlari har doim sahnaga nisbatan qoladi. Obyekt olamiz hozir. Koordinat o'qlarini ko'rsatamiz. G ni bosib Z o'qi bo'yicha, G ni bosib X o'qi bo'yicha, G ni bosib Y o'qi bo'yicha. Hozirda bu sahnadagi koordinatlar o'qlar bo'yicha harakatlanyapti. X o'qida, Y, Z sahnaga nisbatan. Endi lokal rejimni ko'ramiz. Bu rejimda obyektning o'z koordinatlariga nisbatan harakatlanishi amalga oshadi. Ya'ni obyekt burilsa ham uning o'z o'qlari saqlanib qoladi va harakat aynan shu o'qlarga nisbatan bo'ladi. Buni kubda ko'rsak yaxshi bilinmaydi. Konus yaxshiroq ko'rsatadi buni. Global rejimda konusni aylantirsak, sahnadagi nisbatan aylanadi, sahnadagi Z o'qiga nisbatan aylanyapti. O'z o'qi atrofida esa qaytadan mana sahnaning global Z o'qi bo'yicha lokalga o'tkazsak, o'ziga nisbatan Z o'qi bo'yicha. Bu juda qulay, ayniqsa murakkab burilgan modellar bilan ishlaganda. Xo'p, keyingi rejim normal. Bu rejim ko'proq edit modda, ya'ni vertex, edge va face'lar bilan ishlaganda qo'llaniladi. Harakat yo'nalishi tanlangan yuzaning normali bo'yicha belgilanadi. Bu rejim sirtlar bilan ishlaganda, masalan, extrude qilish yoki qiyshaygan modelga detal qo'shishda juda foydali. Xo'p, endi keling normal deganda nimani tushunamiz? Shuni aniqlab olaylik. Har bir 3D model bir nechta yuzalardan, face'lardan tashkil topgan. Har bir yuzaning o'z yo'nalishi mavjud va aynan shu yo'nalish normal deb ataladi. Buni mana bu yerdan ko'rsak bo'ladi. Mana shu ko'rib turgan ko'k chiziqlar har bir yuzaning normal vektori. U sirtning qaysi tomonga qarab turganini bildiradi. Oddiy qilib aytganda, bu sirtning tashqi tomoni. Xo'p, agar yuzaning normal yo'nalishi teskari bo'lsa, u ichkariga qaraydi. Alt N flip. Ko'rib turganingizdek, normal ichkariga qaraydi. Bu holat modelning silliqlashida yoki material qo'llaganda muammolar keltirib chiqaradi. Sirt qora yoki teskari bo'lib chiqadi. Shuning uchun har doim normal yo'nalishlar to'g'ri saqlash muhim. Alt N recalculate outside. Endi esa bilib oldik, normal bu sirtning tashqi yo'nalishini bildiradi. Va normal orientation rejimi shunday normallarga asoslanib harakatni amalga oshiradi. Masalan, agar biz normal rejimni tanlasak, tanlangan yuzaning normali bo'yicha harakatlantirishimiz mumkin. Normal bo'yicha harakatlantiryapmiz.
Shu tarzda biz modeldagi yuzalarni aniq nazorat qilishimiz mumkin. Qaysi tomonga qaragan bo'lsa, harakat ham o'sha yo'nalishda bo'ladi. Xo'p, ularni tugatdik. Keling endi pivot point, ya'ni aylanish va o'lchash markazi haqida gaplashamiz. Blenderda har bir obyektning o'z markaz nuqtasi mavjud, origin. Kubda masalan mana o'rtasidagi nuqta, origin nuqtasi. Va shu nuqta obyekt aylanganda yoki o'lchami o'zgartirilganda asos sifatida ishlaydi. Standart holatda pivot point median pointda bo'ladi. Ya'ni shu nuqta. Ya'ni obyektning markazi uning o'rtasida joylashgan. Hozir ko'rib turasiz. Ko'rib turganingizdek, obyekt o'z markazida aylanmoqda va kattalashmoqda. O'z markaziga nisbatan. Keling endi pivot pointni 3D kursor orqali o'zgartirib ko'ramiz. Buning uchun bu yerda 3D kursorni tanlaymiz. Endi ko'rib turganingizdek, obyekt 3D point ga nisbatan aylanmoqda va kattalashmoqda. Yana bir ikkita kub qo'shamiz. Endi bir nechta obyektlar bilan ishlaganda qanday bo'lishini ko'ramiz. Buning uchun individual origins cho'lasini ham tanlaymiz. Bu holatda har bir obyekt o'zining markazi atrofida harakatlanadi. Bu ko'p obyektlar bilan ishlaganda juda qulay. Masalan, bir nechta g'ishtlar yoki ustunlarni bir paytda aylantirishda. Xo'p, keyingisi active element. Agar biz active element rejimini tanlasak, hamma obyektlar faol obyektning markazi atrofida aylanadi. Ya'ni faol obyekt nima? Bir nechta obyekt tanlaganimizda oxirgi tanlagan obyektimiz faol obyekt sifatida ko'riladi. Ya'ni active element. Hozir aylantirsak, bular hammasi active element atrofida yoki nisbatan aylanmoqda, kattalashmoqda. Active elementni bu oxirgi tanlaganimiz uchun endi bu active element hisoblanadi. Bu usul bir nechta qismlarni bir nuqta atrofida aylantirish uchun foydali. Masalan, mashina g'ildiraklarini bir markaz atrofida burash yoki detalni umumiy o'q bo'yicha harakatlantirish. Va nihoyat bounding box center. Bu tanlangan obyektning umumiy markazi. Hozir yana ikkita kub olamiz. Ikkita obyekt tanladik. Bularning markazi. Ya'ni ular orasidagi o'rta nuqta aylanish amalga oshiriladi. Ko'ryapsizmi, pivot endi o'rtaga tushdi va ikkala obyekt birgalikda aylanmoqda. Bu sahnada kompozitsiyani aniqlik bilan joylashtirishga yordam beradi. Xulosa qilib aytganda, pivot point bu obyektlarning aylanish va o'lchash markazini boshqaruvchi vosita. U orqali siz obyektlar harakatini aniq nazorat qila olasiz. 3D kursor, individual origins yoki active element kabi rejimlar bu jarayonni yanada moslavchuvchan qiladi. Endi keling snap funksiyasi haqida gaplashamiz. Bu vosita obyektlarni aniq joylashtirish, ularni boshqa obyektlarning nuqtasiga, qirrasiga yoki yuzasiga yopishtirish imkonini beradi. Snap funksiyasini yoqish uchun yuqoridagi panelda magnit belgisini bosamiz yoki klaviaturada Shift Tab tugmalarini birga bosamiz. Snap funksiyasining eng oddiy va foydali turi increment rejimi. Hozirlikcha faqat shu haqida gaplashib o'tamiz. Bu rejim obyektni setka bo'yicha aniq va silliq harakatlantirish imkonini beradi. Inkrementda harakat qadam bilan, ya'ni setkaning bo'linmalariga mos tarzda amalga oshiriladi. Ko'ryapsizki, obyekt endi setka chiziqlariga nisbatan harakatlanmoqda. Shift tabni bosib harakatlantirsak, farq ko'rinib turibdi. Bu modellashtirishda juda qulay, ayniqsa arxitektura, devor yoki pol kabi to'g'ri shakllar bilan ishlaganda. Agar snap o'chirilsa, obyekt erkin harakatlanadi. Boya ko'rganimizdek, yoqilganda esa harakat yana tartibli bo'ladi.
Inkrement faqat harakatga emas, balki aylantirish va o'lchashda ham ishlatiladi. Buning uchun masalan, rotation incrementni 55 gradusga qo'yamiz va rotate'ni yoqib qo'yamiz. Endi kubni R ni bosib kubni aylantirganimizda 55 gradusdan aylanadi. Har doim aylantirganda 55 gradus. Hozircha bizga aynan shu increment rejimi yetarli. Bizga bu rejim hozircha yetarli. Endi keling, keyingi muhim vosita proportional editing bilan tanishamiz. Mana bu funksiya. Bu vosita yordamida siz modelning bitta qismiga tegishli o'zgartirish kiritsangiz, uning atrofidagi boshqa qismlar ham yumshoq tarzda harakatlanadi. Hop, oddiy plane yaratamiz. Keyinchalik buni subdivide qilamiz. Subdivide haqida keyinroq ham batafsil gaplashib o'tamiz. Normallarni o'chirib esdan chiqibdi. Subdivide qildik va 10 ta qismga bo'ldik. Odatda biz vertexni harakatlantirsak, faqat o'sha nuqta o'zgarardi. Lekin proportional editing bilan harakat atrofidagi vertexlarga ham ta'sir o'tkaziladi. Shuning uchun sirt tabiiy egilib yoki cho'zilib ketadi. Uni yoqish uchun yuqoridagi belgi yoki klaviaturadagi O tugmasi. Endi bitta vertex tanlab G tugmasini bosamiz. Masalan, mana shu vertex tanladik. G tugmasini bosamiz. Ko'ryapsizmi? Bu yerda bir doira paydo bo'ldi. Bu ta'sir radiusi. Sichqonchani g'ildiragi bilan radiusni kattalashtirib yoki kichiklashtirish mumkin. Radius kattaroq bo'lsa, atrofdagi ko'proq nuqtalar harakatlanadi. Radius kichikroq bo'lsa, radius ichidagi elementlar harakatlanadi. Proportional editingda 4 xil ta'sir shakllari mavjud. Turli xil, 4 xil deb ma'zur. Bu smooth, sphere, sharp, random va hokazo. Siz bu turlardan xohlaganingizni tanlab tajriba o'tkazib ko'rishingiz mumkin. Shuningdek, proportional editingda o'z ichida ham turli rejimlar mavjud. Masalan, connected only. Bu faqat tanlangan joy bilan bog'langan vertexlarga ta'sir qiladi. Projected from view esa kamera ko'rinishiga asoslanib harakat qiladi. Qisqasi, proportional editing modelni tabiiy egish, cho'zish va silliq deformatsiya qilish uchun ishlatiladi.